Ben tanıydigan bir adam var. Onunda kesel yok, ama teni bekmi aciz. Doktor onunğa içki azalarının masişi bekmi naçarı dep diagnoz koyup, salametliğinizni yaxşılaş üçün aldı bilen ruh haltınızını tanışan dep teklif beripdi. Ve o resis hakkında bekmi köp düşendiriş bermepti. O adam menin kaşımga gelip menden mesele sorudu. Men doktor onun sağlam bolmagan idisiga qarab şundaq diye oxşaydı dep oylap, onunğa idisini tanışaş teklifini berdim. Siz sağlam ama hayati kuchga to'lgan odamga aylanishingiz uchun dedim men. Bir kun kechgacha passiv gaplarni qilmang, hem o'ylamang, hem hech nimaga ochiqlanmang. O'zingizni sağlam ve xo'shal odam deb o'ylang. Bir kun shundaq qilib o'zingizga qanday ta'sir qilganligiga, ruh altınızın tanışalmaganligiga, texim xo'shallik his qilgan qilmaganligini qarab baqing. Andın onunğa bir varaq qog'ozga hisoblab yezib chiqib, agar u yana 60 yil, yani 252.600 saat yaşasa, shuning ichidagi 24 saatda yuqorida deyilganlarimni sinab ko'rib, xiyollarini o'zgartgandan keyin jismoniy va ruhiy sog'lomlikning qanday bo'lganiga qarab baqishni aytdim. Onun bu gaplarimga bo'lgan qizg'inligi tuyan bo'ldi. Balkim bir kunlarda sinab qolarman dedi o. Yo'q dedim men uni ogohlantirib. Bir kunlarda degan so'z o kunlar bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Agar sizning ashundaq davolash usulini sinab baqqingiz bo'lsa, atidan boshlab astoydil sinab baqing. Mening majburlashim bilan u oxir atisi mening diginimda qilmoqchi bo'ldi. O adam va'dasida turib, bir kun kechgacha passiv gaplarni o'ylamadi, qilmadi, anglamadı. Siz bilmaysiz. Bunun uchun odam o'zini qattiq tutish kerak ekan, dedi u menga. Qiziqish, dastlabda ko'na ham passiv o'ylar to'xtamay kallama kirib oldi. Mening YouTube kanalimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu joyni bosgandan keyin bu joyga sog'lomlik to'g'risidagi tan saqliq degan xatni kirgizsanglar, latincha xatni. Onundan keyin yoki bo'lmasa Mehmetcan Qurban deb kirgizsanglar, burunqi videolarim butunlay chiqadi. Rahmat sizlarga. Ammo men boş kelmadim. Her bir minutda o'zimni ogohlantirib turdim. Aktiv gaplarni o'yladim, qildim. Boshqalarning qilchi yaxshiligini bo'lsa maqtadim. U bir kunlik sinoqdan keyin yana shundaq dedi. Rast paydasını gördüm. Əzəldən bo'lib baxmagan yangilikni his qildim. Ruh altim haqiqatan yaxshi. Hammish menga shunchalik ko'ngillik tuyulyotdi. Bu usulning o'ylami yaxshi bo'lg'achqa, u buning alohida qiziqib qoldi va yana bir kun sinab baqish o'yining borligini aytdi. Lekin bu yangi usulni davomli elib berish unchalik oson emas edi. Men bar amalim bilan yaxshi tarafni ko'proq o'yladim. Ama adam pek yerip ketdi ekan, dedi u yana. Onun yani ko'ni yo'lga tushirish ehtimolligimi yo'q emas edi. Ammo u undaqmi qilmadi, chunki buning foydasini xil ko'rib qolgandi. Shundaqdimi birdam qizib, birdam sovib turadi. Bir mezgillik qiynalishlardan keyin oxir ro'yalti turaqlashib qoldi. U iqror qilib, ba'zida burunqi holatiga qaytishni o'ylaganligini, lekin yana u usulning ta'siri bilan jismoniy, ruhiy jihatlarda texim yeniklab qolganligini o'ylab, bu yo'ldan qaytmaslikqa irod qilganligini so'zlab berdi. Men nimishqa burun qaltim qaytatdim, dedi u. O'zingizni texim sog'lom, texim jo'shqin, texim hayoti kuchga to'layotgandek his qilayotgan chaqda bunda holatdan qanday muvoz kechgingiz kelsin. Hozir kishilar sog'lomlik to'g'risidagi o'y xiyollarning beden sağlamlığı bilen ruhi xo'shallikning muhim omillar ekanligini bargan siri tunib yetyotdi. Xil yillar ilgari doktorlar kasallarni doğru bilen davolagan bo'lsa, hozir odamni tan, psixika ve ruhning birlashishidan paydo bo'lgan hem tan bilen psixik zich birlashgan butun bir gavda hisoblab, shu 3 omilni bir-biriga moslashtirish orqali davolaydigan bo'ldi. Hamma odam bu davolash usulini panga muvofiq davolash usuli, onun salomatlikni asli keltirish bilan bo'lgan munosib to'lim yaqin deb qaramoqda.